Chunki birovni mulki davlat mulki deymiz. Sen videoga olgan men tashlaysan. Mana hozir olguncha. Vau, yur past ketamiz. Yana nima xohlaysan? Yo, meni jinoyatiga sherik qildi. Sen jinoyatingga sherik, sen o'zingni jinoyatingga meni sherik qilding. Qo'li siqmang. Da. Kameraga chiqdi. Bir qonun bir tomimiz. Mana bif qilaymi? Agar 100 ming dollar yesa, aytaman, kiraveraman sen. Yo, unaqa u gapirmasda. Ya u keyfamasda. Vip xona. Vip xona, biznes xona. Vau, ajoyib. O'tiraman dedim, ama teshikdan o'tib chiqdi hammasini. To'kur qolmasin. Вот это поворот. Zo'r narsa xayolim keldi. Qara, hozir men sarula bor, mana shu yerdan men tushib ketsa pastga, sirpanay. Agar qo'ling agar toyib to'g'risini aytaymi? Boshimga tinchlik kerak. Men o'zi hayotim o'zi tinchlikdan iborat deb boshladi. Mana qachon? To'g'risini aytsam bilmayman. O'zi bu-ti, anonda men qanaqadir teatrni anon qilamiz deb ko'rdik. Qarasak, foto ko'rib qoldik. Yo, o'zi bizlar aslida ana boshqa narsa hozir mayna tashib ketdi. Vau. Paxtakor buni Qo'llarini ko'rsin. Belingizga o'xshab, belingizga. Endi bu vip Savol. Nari yoqdagilar qanaqadir g'alati. Stollar bir xil aniq. Bambitdagilar zamonaviy, qanaqadir zamonaviy. Serios. Chang bosyapti. Shon jigar qolsam, urib chiqarib yuborishadi. A few moments later. Aksin tushyapti, mana olsin. Ahmad Muhsin. O'taba ketdi. Yur, o'lasan. Bilasan, noqonuniy kirganimiz uchun hozir bizani ma'muriy javobgarlikka tortadi. Yo'q, sinasi kelmayapti. Prosta kirdik, hamma ochiq. Biz bu yerga noqonuniy kirdik. Ronaldo degan narsa. Omuzumda ağlayan bir sen, ne çok isterdim bir bilsen. Turn right onto Velitsa Potakor, -79. Eski ses takma. Xullas, birinchi videomiz, birinchi kirgan videomiz yig'magan mana shunday. 160 dan prosentr bo'lgan. To'g'ri. Operator almashtiramiz deb boshladi. Biz operator almashtiramiz. Hozir e'lon yozamiz Instagram, Telegram, YouTube'larga. Bizga yangi operator kerak. Yo'q. To'g'ri. Poco bo'lsa ham bo'lar. Biz bugun Paxtakor stadionimiz, qolgan joylarni, qolgan video olganimizni hammasini qo'yib qo'yamiz. Ana video qilib, endi qisqacha o'tdi. Prosta anaqa olinmagan. Nima edi? Mikrofonsiz olingani uchun u bezvuk prosta kichkinagina qo'shiqcha bilan o'tib ketadi. Teksizgina. Paxtakor stadionida kuboklar ko'rdik, yana nimadirlar ko'rdik. O'shani hammasini sizlar ko'rishingiz mumkin.
Endi biz YouTuber emasmiz, o'shaning uchun endi biz YouTube'ga birinchi marta video olamiz. Uncha ko'p bunaqa video olmaganmiz. Ikkinchi martasi ekan bugun. Birinchi martasida, ikkinchi martasida bu videomiz ko'p like yig'adi deb o'ylaymiz. Ana chiqish joyi. Biz kirgan joy o'shanasi chiqib. Ayyo. To'xta biza. Rostdan. Voy Qoruvga men nima dedim bilasanmi? Aylanib chiqaylik dedim. Yo'q. Bunaqa joyga olib. To'xta. Yo'q, kirmaymizmi? Biz odam emasmi? To'xta kirish vaqtimiz. Mikrofon qisqasi bo'ladi ekan. Doron, to'xta bu yoqqa. Bir Paxtakor stadionida video ko'rsin. Hamma ko'rsin, mana Paxtakor stadionida remont bor. Eng zo'r anaqa stadion bu Bunyodkor stadioni. Ala to'la. Kuchumi. Men bunga yetdim. Ana unaqa joylarga chiqaylik, tepaga chiqib vid qilaylik. Sen bu chiqqisi kelmayapti. Agar xohlagani bo'ladi. mana shu video 150 ta like yig'sa, o'shga chiqamizda. Hech bo'lmasa ikkitadan rasm bo'lsa ham olaman. Kichkina kamerachalar. Mashina orqasida turgan kameralar turgan. Kim kerak bo'lmasa ish olaylik. Ko'ringlar-da endi, ko'ringlar shuncha harakat. Ko'ringlar, like osinglar, yana nimada? Pastga tushyapmiz. Bu qanaqa joy bu? Anaqa. Puli 50 ming so'm, lekin futbol ko'rgisi kelgan odamlarning joyi. Anta VIP xonalar, keyin prezidentimizlarni, o'zimizning otamizlarning joylari. U tepada endi bilmayman qanaqa joy, zerikkan telefonga o'tiradiganlar joy bo'lsa kerak. Ana yoqqa o'tiraylik. To'g'rimi? To'g'ri. O'shga chiqib ketyapti. Qisay. Turbazanglar. Nagli to'ldirib tashlashgan bo'lsa, musulmonlar. Deb o'ynaysan yo'lni topsa. Yo'q, simochi bo'larkan faqat qo'l sig'maydi. Biz har doimgidek usul topganmiz va yana topamiz. Meni kaskador do'stim deb videolar. To'xta. Bir tarafdan chiqim kelyapti, bir tarafdan chiqim kelmayapti. Yo'q, chiqim kelmayotgan taraf, shuni yetib ketsa. Chiqim kelayotgan taraf pastga tushib olsaydi, keyin normalniy video bo'ladi. Qoptobom. Videomiz tugadi. Biz Paxtakor stadionidan просто aylanib chiqdik. Uni hech narsa bo'lgani yo'q. Yoki nimadir yomonlash niyatimiz yo'q. Paxtakor stadioni har doimgidek zo'r. Endi remont bo'pti, просто ruxsat bilan aylanib chiqdik. Keyin yana nima? Komment yozib qoldiringlar. Mana shunaqa tashlandi. Ili qurilayotgan mashhur joylar yoki tashlandiq joylarni yozib qoldirsanglar, biz borib ruxsat so'rab aylanib chiqib videoni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Shu bilan like osinglar.